IELTS nega kerak? O'tbetga ishga joylashish uchun kerak. Hozir institutga поступить qilish kerak. Или просто для себя, чисто, чтобы знать какой-то язык, развиваться. Kuchli universitetlarda o'qish uchun. Siz imkoniyatingiz bo'lganda IELTS olgan bo'lardingiz? Bo'lardi. Necha olaman deb o'yladingiz? 7 olaman. Siz? 2, 3. Bir xil chetga ketish uchun kerak deyishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Ya'ni ingliz tilini o'rganib surib olmoqchi bo'ladi, qo'pol qilib aytganda. Xo'p, Siz nima maqsadda o'rgangan bo'lardingiz? hammaga har xil. Men birinchi o'rinda baribir o'qib, O'zbekistonni rivojlantirishga o'z hissamni qo'shishni xohlayman-da. O'shaning uchun, ya'ni men chetga ketmayman demayman, men ham chetga borib, o'zimni o'sha bilimlarimni oshirib, o'z sohamda O'zbekistonda kuchaytirish. O'zimizni rivojlantirish uchun kerak. Jahon hamjamiyati uchun kerak bo'ladi. Muloqot uchun kerak bo'ladi. Yoshlar uchun juda ham ko'proq ahamiyati ham, kerakli darajasi ham yaxshiroq, kuchliroq. Chunki IELTS biladigan bo'lsa, tillarni biladigan bo'lsangiz, ko'p insonlar bilan muloqot qila olasiz. Xorij bilan ayniqsa. Bugungi kunda ko'ryapsiz, oliy ta'limdagi uni salmog'i juda ham katta bo'lyapti. Ingliz tilini o'rganish va undan tashqari insonni keng fikrlashini baholaydi. Masalan, O'zbekistonda o'zbek tilida insho yoz desa, kim qanchalik bahoga yozadi? Fikrlash qobiliyati qanaqa? Hamma o'zbek tilini bilgan bilan bu ma'lumotlarni hech kim yoza olmaydi. Masalan, bugungi quyosh chiqqani haqida qanaqadir insho yoz desa, qaysi o'quvchi qanchalik yoza oladi? Endi IELTS bunda fikrlashni ham o'rgatadi. Endi mana hozir qaysidir institutga kirgisi kelyapti, oson shuni olsam, institutga, universitetga kirishga oson deyapti. Kimdir mashinam bo'lsa, osonroq ishga joylashaman deyapti.